Bismillahirrohmanirrohim. Allohu akbar. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, uzoq yaqindan kuzatayotgan ko'k opa-singillar, hammanglarga assalomu alaykum. Yurtdoshlar, bormisizlar, omonmisizlar? Mana bugun sizlarga tayyor uy-joy xonadon sotuvga qo'yildi. Hamma holatlari zo'r. Qaranglar mahallani go'zalligini. Ko'chalar to'liq asfalt. Toshkent shahriga juda ham yaqin. Maza qilib yashaydigan joylar, atrofida bog'cha, maktab, magazin, supermarket, hamma narsa bor. Kommunikatsiya tizimlari o'tgan. Gaz, suv, svet, internet, hamma narsa Wi-Fi tizimigacha olib kirib qo'yilgan. Gazlarni qaranglar, mana trubalarni. Qishda issiq, yozda salqin xonadonimiz 14 sotikli uy-joy xonadon sotuvga qo'yildi. Shundoq chiqsanglar, bir 300 metrdan keyin katta yo'lga chiqasizlar. Manzilimiz Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani. Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Qoraqo'yli mahalla fuqarolar yig'inida tayyor 14 sotikli mana shu xonadonimiz, uy-joyimiz sotuvga qo'yildi. Qaranglar buni fasadni kattaligini. Chegara mana shu yigitcha turgan joydan, mana shu yigitcha turgan joydan tumbadan ketgan oxirigacha. Mana shu oq devor tugashigacha. Mana bu oq devor. Bu yoqdan отдельно eshik mana ko'ringlar. Bu yoqdan kirib chiqsa ham bo'ladi. Mana bu yoqdan ham katta eshik отдельно mana darvoza. Zo'r holatda tayyor uy-joy 14 sotikli. Kelasizlar, yashaysizlar. Manzilimiz yana bir marta eslatib o'tib ketaman. Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini Qoraqo'yli ko'chasida 14 sotikli uy-joyimiz boshlang'ich narxi 43 ming AQSh dollari so'ralyapti. Yana o'tadigan, kelishadigan joyi bor. Toshkent Bekobod trassada Qoraqo'yli mahallasi. Bu yerda ko'p uy-joy yerlarni qo'yganmiz. Hammasi sotilib ketgan. Mana yana xudo xolasa talablaringizga binoan srochna arzon narxda 43 ming dollarga uy-joy chiqdi. Sotilayotgan sababi mablag' zarur pul kerakligidan sotilyapti uy-joy xonadon egasiga. Srochna pul kerak, sotaman, ketaman deyaptilar. Pastdagi raqamlar uy-joy xonadon egasiniki. Kelinglar, gaplashinglar, savdolashinglar. Qo'yliq bozorigacha shu xonadonimizdan 25-26 kilometr uzoqlikda. Food Citygacha 20-21 kilometr. Bu degani yarim soat 40 minutlik yo'l uzog'i. Shunda to'g'ri trassa. Bu yog'i Toshkent, bu yog'i Bekobod. Hamma holat zo'r. Tashmore Mamtda yoninglarda 2 kilometrdan keyin Ayrontepa yoninglarda. Shundoq chiqsanglar, masjid yangi qurilgan. 400-500 metr bor masjidga. Masjid 400-500 metr. Peshkom shundoq chiqasizlar, 5 vaqt masjid. Maktab yoninglarda, bog'cha yoninglarda. To'ytepagacha shu turgan joyimizdan 3 kilometr Nurafshongacha. Korxona, tashkilot, magazin, bog'cha, supermarket, makro, havas, hamma narsa bor. Zo'r holatdagi xonadon. Mana bu yoqdan ko'rinishini ko'rsatib yuboring. Mana uzun ketgan uy-joy. Zo'r holatda. Mana bu yoqdan endi kirib boramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kelaverasiz. Mana shu xonadon. Mana gaz sho'tchiklar o'rnatilgan. Yangi chiqqanidan gazlar o'tgan, svet kirgan, internet kirgan, ichimlik suvi, vodoprovod suvi ham bor, kachalka ham bor, kachalkaga motor ham o'rnatilgan. Mana xonadon. Qaranglar qanaqa go'zal. Qanaqa fayzli, qanaqa barokatli. Maza qilib yashaydigan joylar. Xonadonda ko'rayotgan hamma narsalar qoladi, faqatgina bitta mashinadan tashqari. Mashinani отдельно sotar ekanlar. Xohlasanglar mashina bilan sotib olinglar. U отдельно sotiladi. Barakasini o'zi bilan qilasizlar. Lekin 14 sotikli uy-joyga boshlang'ich narxi 43 ming AQSh dollari so'ralyapti. Endi aytib o'tamiz. Kadastr bo'yicha mana 6 sotik. 6 sotik. 8 sotik qizili bor, lekin 14 sotikka shu paytgacha solig'i, nalogi to'lab kelinyapti. Ko'rasizlar, gaplashasizlar. Bu yoqdan boshlaymiz. Mana bismillahirrohmanirrohim. Oshxonadan boshlaymiz. Bu yoqda oshxona mana. Oshxonasi mana. Kelaverasiz mana. Ko'ringlar, juda ham zo'r holatda. Tepalari, pastlari hamma shart-sharoit qilingan. Bu yoqlar mana
Ko'ringlar, gazlar kirgan. Kotyollar o'rnatilgan, mana pastga o'rnatilgan kotyollar ham. Oynalar tashqariga qaragan. Zo'r holatda, chiroyli holatdagi xonadon. Onaxon mana hujjati Mahmudga qo'yib qo'yapman. Mana. Mana bunaqa stullar, tapchallar, xonadondagi uy-joydagi hamma narsani tashib ketaman deyaptilar. Faqat mashinani отдельно sotaman deyaptilar. Bismillahirrohmanirrohim. Xonadonga kiramiz. Xonadonga kiraverish. Kirganda chap qo'lda mana bunaqa kichkinagina kladovka. Mana oynalari tashqariga qaragan. Mayda-chuyda narsa qo'yganida bu. Bu yoqda kattagina xona, mana televizor xona, choy ichib o'tiradigan joy, teylari pol, tepalari mana displey, argalit, mana отопление trubadan, eshiklari mana yog'ochdan. Xonadonga hech nima olib kelmaysiz, hammasi qoladi. Mana keyingi xonamiz teglari pol, xuddi shunaqa. Tepalari, oynalari, отопление, mebel, jihozlar, отопление ham mana bunaqa bor ekan, mana trubadan bor ekan, ham devor pechka bor ekan mana. Zo'r sharoiti. Go'zal xonadon, hammasi qoladi. Mana shu uydagi ko'rayotgan hamma jihozlaringlar qoladi. Bu yoq spalniga kirmadik, sababi kichkintoy bor ekan, damoatni kichkintoy. Shuni hisobiga ichkarini ko'rsatmadik, damoat uxlayapti. Xullas, endi tashqari bu yoqqa yuramiz. Mana buni qaranglar. Atirgullarni. Qanaqa chiroyliga, go'zala. Gap yo'q. Bunaqa qilib o'stirib qo'yishni o'zi bo'lmaydi. Uzumlarni qaranglar mana. Tapchallar, so'rilar, hamma shart-sharoiti zo'r. Xonadonni mana bu yoqdan ko'rinishi, fasad ko'rinishi. Uzumlar mana nishona uribdi, hammasi nishona urgan. Rosa solgan uzumlar, g'uj-g'uj. Bu yoqda mana отдельно darvoza, kirib kelaverish, ko'rishinglar mumkin. Mahmudga mashinalarni qo'yadigan joy mana, navesli joy. Mashinani qo'yasizlar. Xohlasanglar, men mashinani отдельно sotadi. Mashinani sotib olinglar. Mahmudda mana kachalka. Hammasi o'rnatilgan. Mahmudda vodoprovod suvi. Agarodni qaranglar mana. Agarodni mana kachalkada sug'arishadi. Bemalol. Ko'ringlar, pomidorlar ekib qo'yilgan. Nargi tarafiga bedalar sepilgan mana. Hammasi chiroyli qilib qo'yilgan, maromiga yetkazib qo'yilgan. Gulday. Bu yoq yarmiga pomidor, yarmiga bolgarskiy baqlajon ekib qo'yibdi. Dirkillab turibdi mana tetik bo'lib. Mahmudda mana tandir o'choq. Bu yoqda navesli joy. Mana bu taraf hammom mana. Hammomlari mana. Ko'ringlar, tepalari. Hamma shart-sharoiti bor. Bu yoqda mana kladovka yana bitta ko'rsatib yuboring. Kladovka. Juda ham yaxshi holatda. Bu tarafga o'tamiz mana. Mana mevali daraxtlar, anorlarni ko'ringlar. Mana o'rik. Va bu yoqda o'rik, shaftoli. O'rikni qaranglar solganni, mana buni qarang, dovchani qaranglar. G'uj-g'uj. Bu yoqda mana qo'yxona. Tepalari yopilgan. Mana bu yoq molxona, mana bostirmasi bilan pichan bosishga, o'tin bosishga, tandirga mana o'tin yoqishga tayyor o'tinlari. Mana bu tarafda mana tovuq xonasi. Mana qishki molxona, yozgi molxona, hamma shart-sharoiti bilan. Hojatxona. Mana bu mana yana qo'yxona ekan mana. Tayyor qo'yxona. Mana bu yoqlar orqa taraflari. Chegarani ko'rdinglar mana masjidgacha. Bu yoqdan chegara, qo'ni qo'shni bilan chegara.
Mana shu fundamentgacha mana. Mana shu fundamentgacha. Endi bu yog'ini ko'rsataman. Bu taraf chegara mana masjidgacha mana 14 sotlik mana shu tekis o'sha devorga olasizlar mana. Xonadon mana, xonadonni qaranglar, xonadon tepaliqda. Qo'ni qo'shninikiga qaraganda qo'ni qo'shniniki past ko'ryapsizlarmi? Bu xonadon tepada. Juda ham go'zal, juda ham zo'r holatda. Mana sizlarga. Bedalar sepib qo'yilgan mana, guldek qilib. Sharoit zo'r. Qaranglar buni atrofda. Jiloy mahalla, buzilish, qurilish, snos hech nimaga tushmagan. Giloslarni qaranglar mana buni. Mana giloslar. Mana yana o'rik, terak, mevali daraxtlar hammasidan bor mana. Ana maktab ko'rinib turibdi. Stadioni mana bolalar futbol o'ynayapti. Maktab yoninglarda, bog'cha yoninglarda, masjid yoninglarda. Mana bu yoqda to'yxona, ayron tepa hamma narsa bor. Zo'r holatda. Xullas chorvaga zo'r joylarda, sababini aytaman. Nari yoqlar kengchilik, dalalar. Shunda mahalladan chiqasizlar, bir 250-300 metr yursanglar katta dalaga chiqib ketasizlar. Bemalol qo'y, mol boqsa bo'ladi. Sharoit borda sababi. Chunki qo'ni qo'shni chorvachilik bilan shug'ullanadi. Buni borini borda, yo'g'ini yo'q deb aytishimiz kerak. Zo'r holatda. Bu yoqdan o'tamiz mana. Bu yoqqa ham xuddi shunaqa mana anorlar, shaftolilar, tutlar ekib qo'yilgan. Xullas yer bo'sh qolmabdi-da, hamma narsa ekin-tekini ekib qo'yilgan. Mana bu rayhonlar ekib qo'yibdilar mana guldek qilib. Xonadon zo'r mana. Niyat qilganlar, olaman deganlar, bittadan like bosib ketinglar, obuna bo'lib ketinglar, xudo xolasa. Shunaqa uy joyga. Mana hovlilarni ko'ryapsizlar. Hammasi stяжкаlar qilib qo'yilgan. Guldek xonadon. Yana bir marta mana ko'chalarni ko'rsatamiz. Mana ko'chalarni yana bir marta ko'ringlar. Zo'r holatda. Bu tarafingiz ham ko'cha mana. Bunaqasi shundoq masjidga qarab yurasizlar. O'sha ayron tepaga Tashmo'riga chiqib borasizlar. Bu yoqdan yursanglar, shundoq to'y tepaga qo'yliqqa qarab ketasizlar. Mana sizlarga. Like'larni bosinglar, obuna bo'lishni unutmanglar. 14 sotikli uy joyimiz, xonadonimiz boshlang'ich narxi 43 ming AQSh dollari so'ralyapti. Yana o'tadigan, kelishadigan joyi bor. Pastdagi raqamlar to'g'ridan-to'g'ri shu xonadon uy joy egasiniki. Aloqaga chiqinglar, savdolashinglar, xudo xolasa barakasi bor, o'tadigan joyi bor. Hammanglarga omad, ishlaringizga rivoj. Alloh barokatini bersin. Olgan ham, sotgan ham inshaalloh baraka topsin. Allohu akbar, hammaga rahmat.